Tak do'stlar, sizlar uchun taksi pulini to'lab beradigan ishlar chiqardim. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan agarki pulingiz yo'q bo'lsa, mana shu videoni to oxirigacha ko'ringlar va laykni bosinglar, обязательно shu videoni tanish bilishlaringga tarqatib tashinglar. Qancha ko'p tarqalsa, shuncha ko'p bekor akalarimiz, opalarimiz kelib ishga joylashadi. Erkak kishimisiz, ayol kishimisiz farqi yo'q, bo'y kishini ishga oladi. O'zbekistonda yo Qirg'izistonda yo Tojikistondamisiz yo boshqa davlatda Turkmenistondamisiz, Rossiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, pulingiz yo'q bo'lsa, mana shu ishxona sizga yordam beradi, taksi pullaringizni ham to'lab berishga yordam beradi. Faqat konkretni ishlaydigan odamlar iltimos telefon qilasizlar, kelasizlar, ishga joylashasizlar. Videoni to oxirigacha ko'ringlar, bir donadan laykni bosinglar, обязательно tanish bilishlaringga tarqatib qo'yinglar shu videoni. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin kommentariyaga o'tib, kommentariy yozib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugungi ishimiz Moskovskiy oblast, город Podolskiy, Moskovskiy oblast, город Domodedovoda yotoq joyi bitta besplatniy registratsiya qilib beradi, dokumentlaringizga yordam beradi, obed beradi. Bundan yaxshiroq uslov yana qayerda bo'lsin. Oyiga agarki yaxshi ishlasangiz 100 mingdan 150 ming rublgacha topsangiz bo'ladi. Marhamat, shunday ishlar chiqaryapman. Ekrandagi nomerlarga, menejerlarimizga srochniy aloqaga chiqinglar. Keylar ishga joylashinglar. Nima ish deb so'raysizlarmi? Komplektovchilikka ish bor, upakovkada ish bor, gruzchilikka ish bor. Videolarni qo'yib o'taman. Videolarni ko'rishlaring mumkin. Videolarni ko'rib bo'lgandan keyin ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz. Biz ishga kelmoqchimiz. Bizga nima taksi pulimizni to'lab beradi deb aytsalaring, taksi pullaringni ham to'lab beradi. Marhamat, kimgaki ish kerak bo'lsa, srochniy aloqaga chiqinglar, joylarni zaynit qilinglar, keylar ishga joylashinglar. To hayitgacha ishlasalaring, agar avans ham berib turadi, hayitlikka ham avans berib turadi. Mana, keylar ishga joylashinglar.